O'shancha uyqusi kelmayaptimi? Yo'q, uyqusi kelmaydi. Kechqurun bitta yaxshi oqshom ertalaridan keyin uxlaydi. Et bermaysizmi oqshom etga? Yo'q, qiz bola et berish kerak uni. Ha. Keling, unaqada o'zim et beraman. Qatta. Chilonzor, Yunusobod, Amir Temur. Chilonzor? Chilonzormi? Nechinchi kvartal? 16. Ha? 16 mi? Ha. Shuhratmi? Yo'q, Shuhrat emas. Ha. Qatordan berdi. Yo'q, bo'lmagan gap. Nima biladi u? Qotosmi? Sok ichib oling. Sok ichaman nima? Voy, sog'liq uchun yaxshi-yu. Hajot ekansiz, tavba qildim. Nima sok ichsa yomonmi? Siz har xil soklarni aytmayapman. Men naturalniy sok ketyapman. Bilmayman. Voy. Men xayolim sizdek emas, boshqalarga ketib qoladigan. Hop, nima maqsadga o'ting? Men qayerdan telefon qilganingizga aytaman, men siz maqsadga o'tingdan beri. Maqsad bilasizmi, o'zicha erkak kishi bilan ayol kishining o'rtasida maqsad bitta bo'ladi. Qanaqa maqsad? Uni aritmetikaga to'g'irlaganda, xo'sh. birinchi kiyimlarni ayirish kerak. Keyin kravatni qo'shish kerak. Keyin bitta ayol bilan bitta erkak kishini qo'shib ko'paytirish kerak. Nima bu erkakmi endi? Aritmetika qanaqa oddiy? Yo'q. Bilmaysizmi qo'shib ayirishni? Yo'q, bilmayman. Hech qo'shib ayirmaganmisiz? Mana o'rgatyapsiz. Ko'rdingiz, anaqa qilib turish kerak. Repetitsiya qilish kerak bu narsaga. To'g'ri, tekin akani mazaq gaplashyapsiz-da? Tavba qildim. Tavba qilmang, nima yo'q, qani nima tavba qilasiz? Astag'firulloh. Nima astag'firulloh? U kam joyim bor ekanmi? Bitta qo'lim yo'q ekanmi? Qattan bilaman, hali ko'rmayapman, balki yo'qdir. Ko'rish xohlamizmi? Xudo xolisi. Lekin zo'r. Bodri. Nima? Ha? Bodri deyman. Yo'q. Ha? Nima bodri? Ko'rinishim domda. Voy, chinda. Nima? Nafas olishlaringiz bejo? Yo'q, nima? Tavba qildim. Nima edi? Nima gaplashib, xayolim boshqalarga ketib qoldi. Haqi ketadi. Vazbujdatda qo'yasizmi? Nima qilyapman? Vazbujdatda qo'yasizmi? Yo'q. Hech vazbujdat qilganmisiz o'zi? Yo'q. Men o'rgataymi? Menmi ikkita barmoq bor-ku, qo'lingizdek. Jimjilog'ingiz bilan ko'rsatkich barmog'ingiz o'rtasida ikkita barmoq bor. Xo'sh. Shu qo'lingizni bundoq qiyshaytirsangiz, bundoq gap razli bo'ladi. Tavba qildim. Xohlasangiz, menda videoga olingan kinolarim bor. Alam bola ekansiz, qayerda turasiz? Menmi? Yunusobodda. Qayerda ishlaysiz, qayerda o'qiysiz? Menmi? Mammasi. Bozorda ishlayman, bozorga chiqaman. Nima sotasiz? Nima qilasiz? Tashiysiz, molmi, nima? Ichki kiyimni sotaman. Yo'q. Ha? Jenski? Ha? Necha bor narsalar arzonga o'qib beraman lekin. Doninga qoling. Necha, 1mi, 2mi bilaman. 1, 2 bo'ladi. Doning boring, o'qiganmisiz? Ha, mana shu narsaga o'qiganman. Yo'q. Nima? Bilim turibdi. Men o'zi kelajakda niyatim katta bo'lganda xudo xolasa yaxshi seksolog bo'laman. Nima voy? Kasb tanlash nima? Kasb anaqami? Ayblikmi? Hech qanaqa kasbmisiz? Voy, bilasizmi, seksolog qanaqa katta kasb, har kim ham bo'ra olmaydi unga. Yo'q. Ha? Har bitta odam boshidan o'tadigan narsa. Yo'q, u siz boshqa narsa. U sizni boshingizdan o'tadigan narsani hammaga narsaga u o'rgatish kerak bu narsani. Yo'q. Va Kim oldingizda kimdir bilan qo'rqasizmi? Yo'q, oldimda dam o'tirgan bolalar bor. Bo'pti-da. Nima? Dam o'tirgan bolalar bilan qo'rqasizmi? Men siz ustingizdan kulayotganim yo'q. Kim? Men sizni vashim mazza qilayotganim yo'q. Yo'q. Sizga shunaqa tuyulyapti-mi? Tuyulyapti-da, shuncha aytaman. Ham nima qilay? Nima qilay? Seriyozli gapiring, bunaqa javob bema'ni ekansiz, вообще. Bema'ni? Maqsadga o'tamizmi? Xo'sh. Qachon vaqtingiz bor? Qachon sizmi? Bugun men Dalaxo'likni boraman.
Voy, jinnimisiz? Yani ketishga qara hayolni. O nima qildi? Voy, men mana shunaqa bo'laman yana. Dala hovlingizga xotiningiz bilan boring. Uylanmaganman-da. O'g'lingiz bor ekanmi? Sho'x. Ha? O'g'lingiz bor ekanmi? Sho'xgina. O yoshligimdan men bilan birga. O jinnavoy, o'g'lingiz bor ekanmi? Sho'x duammi? O'sha yoshligim tug'ilganidan beri men bilan birga. Jinnavoy, o'rtoqlaringiz yetyapmi? Ikkita yonida muskullari ham bor. Tavba.